tarixda o'zini izini qoldirishga ulgurgan va bugungi kunda hayot bo'lgan eng mashhur shaxsiy brend egalarini top 5 taligini sanab bermoqchiman. 5-o'ringa Elon Musk to'g'ri kelyapti. Twitter'dagi obunachilarning soni 220 milliontadan ortiqni tashkil qilyapti. Uni olib chiqadigan asosiy masalalar siyosiy, iqtisodiy mavzularda ancha faol o'zini fikrini bildiradi va juda ham boy. Shuncha odamni kuzatadi. 4-o'ringa Kim Kardashian to'g'ri kelibdi. Butun dunyoda uni ayollar juda ham yaxshi ko'rib kuzatishadi, lekin O'zbekistonda ko'proq bolalar kuzatadi. Yo'nalishi televideniya, modellik va ayol tadbirkorligi bo'yicha odamlar uni kuzatishadi. Instagramdagi obunachilarning soni 350 milliontadan ortiqni tashkil qiladi. Instagramda u asosan o'zini kundalik hayoti va modadagi yangiliklar bilan bo'lishadi. 3-o'rinda o'sha mashhur, hamma yaxshi ko'rishga ulgurgan Mr. Beast. Uni YouTube'dagi umumiy obunachilarning soni 400 milliontadan ortiqni tashkil qiladi. Uni asosiy faoliyati xayriya kontentlari, qiziqarli ko'ngilochar kontentlar va eng asosiysi eksperimental kontentlarni ko'p qiladi, shuncha odamni kuzatadi. 2 va 1-o'rinni faoliyat turi bitta va ularniki futbol. Futbol deyishim bilan o'zi siz bildingiz. 2-o'rinda kim, 1-o'rinda kimligini. 2-o'rinda Lionel Messi bo'lsa, 1-o'rinda Cristiano Ronaldo ekan. Lionel Messida obunachilarning soni 500 milliontadan oshiq bo'lsa, Cristiano Ronaldoda 655 milliondan ortiq ekan. Bundan ko'rinib turibdiki, Realning muxlislari butun dunyoda ko'proq bo'ladi, to'g'rimi bolalar? Men ikkaloviga fanatlik qilmayman, prosta endi kontent to'g'rida aytib ketdim. Nima deysiz o'zingiz, fikringizni izohlarda qoldirsangiz bo'ladi. Futbol o'zini yo'liga shaxsiy brendni rivojlantirish bo'yicha ko'proq ma'lumotlar olish uchun meni sahifamga obuna bo'lishingizni tavsiya qilaman.